Ilgari plastik jarrohlik asosan rekonstruktiv, ya'ni tug'ma yoki orttirilgan nuqsonlarni bartaraf etib, qiyofani tiklash maqsadida amalga oshirilar edi. Ammo hozirgi kunda estetik maqsad, ya'ni go'zallashish, yosharish va eng qizig'i kimgadir o'xshash uchun amaliyot o'tkazayotganlar ko'paygan. Ayrimlar nafaqat yuz terisi, balki ko'z rangini o'zgartirish uchun ham jarrohlik stoliga yotishga tayyor. Hozirgi lavhada mana shunday amaliyot va onlayn do'konlar orqali savdosi kuchaygan ko'z tomchilari haqida gap ketadi. Menimcha, ushbu fotosuratni bir marta bo'lsa ham ko'rgansiz. Afg'onistonlik ayol Sharbat Gula o'zining yorqin yashil ko'zlari bilan butun dunyo e'tiborini tortgan. Uning ushbu rasmi xorij nashrlaridan birining muqovasida chop etilgach, ayolni zamonamiz Mona Lisasi deya ta'riflaganlar ham bo'lgandi. Aslida birgina noyob ko'z rangi sabab mashhurlikka erishgan insonlar yoki dunyo brendlarining yuziga aylangan bolakaylar ham talay. Media sanoatda moviy, yashil yoki och kulrang ko'zlar go'zal deb hisoblansa-da, lekin ba'zida bu kasallik bo'lishi ham mumkin. Ko'z rangi bilan bog'liq patologiya bilan tug'ilish holatlari ham uchraydi. Masalan, birinchisi albinizm. Bu ko'zi rangdor pardasida melanin pigment umuman bo'lmaydi, shuning hisobiga oq tusda, oq rangda bo'ladi. Bu tug'ma patologiya. Bundan tashqari geteroxromiya degan tug'ma patologiya ham bor. Bu ikkala ko'zda rangi ikki xil bo'lishi. Masalan, bitta ko'zda jigarrang, ikkinchi ko'zda yashil yoki ko'k ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bugungi kunda yer yuzida 8 milliarddan ko'proq odam bo'lsa, ularning asosiy qismini, ya'ni 70-80% jigarrang ko'zli insonlar tashkil etadi. Moviy ko'zli insonlar esa 8-10%, hazel ko'zlilar 5%, amber, ya'ni yorqin qahrabo rangli ko'zga ega shaxslar 5%, kulrang hamda yashil ko'zlilar esa 2-3% tashkil etmoqda. Ya'ni noyob ko'z rangiga ega insonlar soni unchalik ham ko'p emas. Masalan, Taylor Swift, Angelina Jolie, Aishwarya Rai, Alexandra Daddario, Damon Salvador, Jeremy Mix, Idris Nebi Tashkan kabi yulduzlarning ana shunday yorqin ko'z rangiga ega ekanligi va bu ularning tashqi ko'rinishiga o'zgacha go'zallik qo'shishi sabab ayrim insonlar o'z ko'zlari rangini xunuk deb hisoblashadi. Bizda ko'p bemorlarimiz yosh qizlar, ayollar murojaat qilib kelishadi, bu rangni o'zgartirish. Avvalambor bunaqa holatlarda bizda rang beradigan kontakt linza foydalanishni tavsiya qilamiz. To'y hashamlarda ishlatish mumkin, lekin doimiy mumkin emas. Sababi kontaktli linza shoh pardani ustiga yopishadi. Yopishib turish hisobiga bu yerda shoh parda nafas olishi birinchi o'rinda buziladi, ikkinchi o'rinda shoh pardani qirilishi, chizilishiga olib keladi. Borib infeksion kasalliklar bilan zararlanishiga ham olib keladi. Shuning uchun biz doimiy tavsiya bermaymiz. Rangli kontakt linzalardan doimiy foydalanish mumkin emasligi sababli endi odamlar ko'z rangini o'zgartirish uchun boshqa yo'llarni qo'llashmoqda, ya'ni jarrohlik usuli. Lazer apparat usuli bor. Lesk apparatimizga o'xshagan lazer apparat ishlab chiqarilgan. Bu yerda kraska kiritiladi. Ko'zni shoh pardasiga kraska kiritilgan holatda rangi o'zgartiriladi. Ya'ni biz tashqi tomondan qaraganimizda haqiqatda jigarrang ko'zmi yoki boshqa rangli ko'zli bemor rangi o'zgaradi. Lekin bu yerda ko'zni strukturasi o'zgarayotgan, bunga qo'shimcha kimik moddalarni kirishi hisobiga qo'shimcha boshqa kasalliklarga olib kelyapti. Hozirgi paytda isbotlanayotgan asoratlar va glaukomaga olib kelyotgan ko'rinishlar ham ko'p uchralinyapti. Katarakt ham tez rivojlanyapti bunaqa bemorlarda. Ba'zida esa ushbu jarrohlik amaliyotidan so'ng ayrim bemorlar butun umrga ko'r bo'lib qolishlari ham mumkin. Ana shunday salbiy oqibatlardan cho'chiydigan, lekin ko'z rangini o'zgartirish fikridan qaytmaganlar orasida so'nggi paytlarda yana bir vosita ommalashyapti. Qayerda ishlab chiqarilgani va hatto tarkibi ham noma'lum bo'lgan mana bunday ko'z tomchilari. Reklamalariga qaraydigan bo'lsangiz, ushbu suyuqlikni bir necha hafta davomida to'xtovsiz tomizsangiz, ko'zingiz rangi o'zgararmish. Instagram sahifasida menga bemorlarimiz tomonidan tashlandi, ko'rdim buni ham. Ko'z rangini beradigan qism bizda melanin ko'zi rangdor pardasida. Rangdor parda bu ichkarida joylashgan. Shoh pardaga tushgan tomchi hech qachon rangdor pardadagi rangni o'zgartirishi mumkin emas. Bu dorilarni hujjatlar yodda tursin, dorilarni aptekada ola olmaysiz. Bundan tashqari dastavka orqali olasiz. Bu degani bu dori vositasi deb atalishiga ham sabab yo'q, eta olmaymiz. Bizning maqsadimiz qaysidir mahsulotni yomonlash emas, balki sizni ogohlikka chaqirish. Onlayn do'konlarda narxi taxminan 9 yevro, ya'ni o'rtacha 130 ming so'mlik bu kabi tomchi dorilarni xarid qilib, marketing qurboniga aylanmang demoqchimiz. Falonchi foydalandi, lekin ko'r bo'lib qolmadi-ku deb o'ylayotgandirsiz. Unutmang, har bir insonning organizmi o'ziga xos. Barmoq izlarimizdan tortib ko'z rangimizgacha.